Tövəndə biz dunyoga tanılgan Yaponiyalik olim Jang Bin-sheng professor bilan tanishib o'taylik. 10 necha yildan beri u ishlagan necha million qitimliq suv tajribasi butun dunyoni zilzilaga keltirdi. Ularning tajriba natijasi kitob qilib hozirgacha necha xil tilga tarjima qilinib, 70 dan ortiq davlatda nashr qilindi. Xanzu tildagi bu kitobning nomi javobini suv biladi. Professor Jang Bin-sheng yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga taklif qilinib, maxsus temalik doklad bergan. Bu dokladning temasi bo'lsa, dunyodagi barliq mavjudot o'zaro fikrlashalaydi. İnsanların oy xiyali ətrafdaki muhitni belgilaydi. İnsanların qalbidagi maqsadlari, shuningdek eg'izdan chiqqan so'zi, yozgan xit qatorliqlarning suvga nisbatan qanday roli bo'ladi? Biz har bir stakan suv avrishkisidan 5 millilitr ulgi elib, 50 dona avrishga yetishtirish aynak qutisi qo'yamiz. Ondan bu avrishga yetishtirish aynak qutilarini 0 dan tuvan 25 Selsiya gradus sovuqlikka to'nglatqol selib 3 soat to'nglatamiz. Bu suv to'nglatilgandan keyin biz ularni 0 dan tuvan 5 Selsiya graduslik sovuqlikka to'nglatqol solamiz. Bu yerda telekameralik mikroskop bo'lib, bular orqali bu 50 dona avrishga yetishtirish aynak qutisini suratga tortamiz. Eng avval hech qanday uchur berilmagan suvni suratga tortamiz. Ondan bu suvlarga ma'lum uchur berib, ondan keyin yana bir qitim suratga tortamiz. Ilgari keyin tortilgan bu suratlarni bir yerga qo'yib selishtiramiz. Biz suvga nisbatan bir xil mehr muhabbat va minnatdorlik uchurini ifodalagan vaqtimizda suv eng chiroyli kristall holatga keladi. Ilgari har qitim suvni ko'rgan vaqtimda suvni nihoyatda tinish deb o'ylaydim. Bu tajriba nihoyatda ma'nilik, shundaqla kishini intayin hayron qoldiradi. Tabiat dunyosidagi barliq mavjudot haqiqatan bir butun gavda bo'lib, zotla ayirib qarashga bo'lmaydi. Sizning niyatingiz yaxshi bo'lsa, ularmi yaxshi bo'ladi. Sizning niyatingiz yomon bo'lsa, ularmi yomon bo'ladi. Bugungi kundagi ilmiy tajribaning isbotligini bilan Jongoda qadimgi zamondagi o'tgan Laozining deganlari butunlay o'xshash chiqdi. Osmon zamin men bilan tutash. Barliq mavjudot men bilan bir gavda. Suv odamning maqsadini ko'rib tushunalaydi. Aynak qutiga rahmat so'zini yezib chaplab qo'yganda suvning kristalli bundaq holatga o'zgardi. Mayli qaysi davlatning yezig'ini ishlatishdan qat'iy nazar, faqat qalbingizda tashakkur bildirgan, niyatingizda minnatdorlikni niyat qilgan bo'lsangizlar, suvning kristalli shuncha go'zal chiqadi. Bu Xanzu yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Portugaliya yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Koreya yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Finlandiya yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Rus yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Ruminiya yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Tayland yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Ibroy yezig'idagi rahmat so'zi. Bu Turk yezig'idagi rahmat so'zi. Agar aynak shishiga boshqa mazmunlarni yozganda, masalan, ayol muhabbati, bu chaqda suvning kristallangan shaklda cho'ng kristall kichik kristallni o'rab turgan holat chiqadi. Go'yo kishilarga ayol muhabbatida har qaysisi qanday rol o'ynash kerakligini bildirayotgandek qiladi. Oila muhabbati degan xatni yozganda suvning kristallanishi bir qavat, yana bir qavatning ustiga tushgan holda xuddi 3 avlod bir oila kishilardek chiqadi. Bu shakl go'yo kishilarga haqiqiy oila muhabbatini bildirayotgandek, yashanganlar bilan kichiklarni ayirib etib bo'lmaydiganligini bildirayotgandek qiladi. Yana qo'lim qo'shillarning mehr muhabbati degan xatni yozib chaplaganda chiqqan suv kristalli o'xshash 6 shakl zish uyushgan holatda chiqadi. Go'yo o'zaro yordam berayotgandek ko'rinishni ifodalaydi. Biz yana o'zaro seg'inish, yaxshi ko'rish degan xatni chaplasak, suv kristalli kishini hayron qoldirib, musbat va manfiy ikki xil shaklda xuddi bir va bir ayolga o'xshash shaklni ko'rsatadi. Go'yo kishilarga va ayolning farqi bor. Har qaysisi o'z aloyidligini saqlaganda, ondan zish uyushib, inoq va mehr muhabbatlik o'talaydi deyotgandek. Endi bu suv kristalli qarab, u intayin go'zal, shundaqmi? Siz buningga qaysi xat chaplanganligini bilamsiz? Buningga bo'lsa, kishilar doim deydigan, shundaqla kishilar anglashga eng amroq bo'lgan "men seni so'yman" degan so'z chaplangan.
Bu sansız güzel su kristalları, bu neçe 10 milyonlagan ilmi tecrübeler, kainat ve insan hayatının tabii kanuniyeti ve hakikatini namoyon qildi. Demek, meyli insanlar yoki tog' daryo, yer zimin bo'lsin, dunyodagi barliq shaylardan go'zallikni so'ymaydigani yo'q. Mehr muhabbatni behojat biladiganlar yo'q. Demek su, biz yozgan xatning ma'nosini ko'rib tushunalaydi ekan. Undaqda u yana anglashni biladigandir. Tövendikisi bir istakan suga Zhang Binxing professor yazgan bir kublet she'rni deklamasiya qilib bergandiki, suvning kristallangan holati bo'lib, bu she'rning mazmuni bundoq. Yer shariga kelganingizni qarshi olamiz. Bu safaringizning manzili shuncha uzun. Siz haqiqatan jafo tortdingiz. Bu yer sizning vaqtliq illiq oilangiz. Siz bu yerda safaringizning hardug'ini asta-asta chiqaradi. Ota va onangiz sizni izchil qo'g'daydi. Siz bilamsiz. Su bu she'rni anglagandan keyin qanday kristallangandir? Mana bu uning bu she'rni anglagandan keyingi holati. Siz bu suvning kristallangan holatiga qarab, nima degan go'zal, ha? Agar siz bu bir stakan suvni ichirsangiz, ishonimizki, sizning teningiz cho'qim intayin sog'lom bo'ladi. Intayin zo'r manfaatga erishadi. Siz mana bu bir stakan suvga intayin yaxshi muomala qilsangiz, shu bir stakan suvning sizga qaytargan javobi. Oshpazlarning bizga tomoq etib berganiga rahmat. Ko'pchilikka rahmat.